Assalomu alaykum. Sizlarga bugun qizli mahallamga keldim. Yoshligim o'tgan mahalla. Bu yerda o'rtog'imning uyi bo'lardi. Anchadan beri bu ko'chalarda yurmagan ekanman. Ertalab soat 5, jimjit, sokin ko'chalar. Yoshligimni eslab ketyapman. Boshqacha bir odamda xotira bo'lar ekan. Oradan necha yil o'tib ketganini bilib, odam qanaqadir bir o'yga cho'mib qolar ekanda. Oradan shuncha vaqt o'tib ketdi deb. Bu ko'chalardan o'tmaganimga уже qanchadir yillar bo'ldi desa ham bo'ladi. Har kuni mana shu maktabga borardim. Kichkinaliklarim esimga tushib ketyapti. 1-sinf paytlarim gohida onam bilan, gohida 9-sinfda o'qiyotgan, 8-sinfda o'qiyotgan katta qo'shnilarimizga "Mana shu qizimni ham olib keting" deb qo'shib yuborardilar. Qo'llarim o'sha olishardi. Ayniqsa qish kunlarida juda ham qo'ling issiq deb isitib ketishardi. Hammasi sekin esimga tushib ketyapti. Hamma uxlayapti. Bu ko'chalar, mana bu ko'chada maktab bo'lsa, mana bu ko'cha meni uyim bo'lgan. Bu men kelgan ko'cha. Bu yerdan shundoq kelib maktabga chiqib ketardim. Bir xil uylar o'zgarmagan. Mana panjaralar yoshligimdagi, faqat derazalar o'zgargan. Bir xil uylar butunlay o'zgarib ketgan. Hayot shunaqa ekan. Mana bu uy bo'lsa, bu uy umuman o'zgarmagan. Derazalari ham hattoki xuddi o'sha yoshlikni eslatib turadigan. Bu ham faqat derazalar o'zgargan. Lekin o'sha ko'chamizda boshida do'mlar tushib bo'lgan. Har xil bo'lib kundan kunga o'zgarib ketar ekan. Mana bu ham yaqinda tushdi yangi. Mana bu uy esa yoshligimizdan xuddi shunaqa ko'chalar. Yoshlik paytlarim esimga tushib ketdi. Hatto u ham kirib ketmoqda. Soat уже 5:30, lekin oy hali ham o'z nurini taratmoqda. Baribir mahallalar boshqacha fayz bo'ladi. Lekin oldinlari yoshlik paytimda 5:30da, 5:00da, 5:30da, ya'ni bomdod namozidan kelguncha hamma ko'chalar suvli sepilgan, supurilgan bo'lardi. Mana shu ko'chani boshidan oxirigacha ho'l bo'lib turardi. Endi o'sha kelinlar o'zgargan, u kelinlar katta bo'lib, o'ziga kelin qiladigan darajalarga yetishgan, pokoleniya o'zgargan. Lekin men yoshligimdagi kelinlarim, ko'rganlarim, mana shu boshidan oxirigacha hamma suv sepilardi. Juda ham boshqacha bo'lgan paytlar. Hozir kundan kunga o'sha odamlarga bu urf-odatlar qolib ketyapti. Bu ham bitta urf-odat bo'lganda, meni fikrim bo'yicha. Yana bitta narsa, yoshligimizda mana ko'chada daraxtlar ekilardi odamlarning uyini tagiga. Lekin hozir o'sha zamon o'zgarib, odamlar faqat archaga ham olib ketishgan. Daraxtlarni o'sha ko'p joylar olib tashlashyapti. Mana hozirgi kunda bunaqa o'sha baland archalar urfga kirgan. Bu ham bir davr o'zgarganligidan, hayot tarzi o'zgarganligidan yana bitta dalolat beradi. Mana bunaqa archalar ekilyapti hamma ko'chalariga. Lekin daraxtlar o'sha kamayib ketyapti. Daraxt ekishlar. Lekin mana bizning ko'chada hali ham bor. Mevalarni yerdik. Hozir o'sha uylarni hajmi ham kichrayib ketyapti sutiga. Shu uchundir balki ko'p uylarda tashi ko'chada bog'ga joy yetmayapti. Faqat mashina qo'yishga joy kichkina bo'lib ketyapti. Uylarning sotiga ham 1 sotuv, 2 sotuv, 3 sotuv. Oldinlari mana shu hamma uylar 6 sotuvdan. Lekin o'sha ham tashi bizga kichkina ko'rinardi. 8 sotuv, 10 sotuv bo'lardi hovlilar. O'shalarni ko'rsak, voy, hovlisi katta ekan, 10 sotuv ekan, 8 sotuv ekan derdik. Lekin hozirgi kunda 6 sotuv vobshe katta bo'lib ko'rinyapti. Tashi 4 sotuv, 5 sotuv, 3 sotuvlar ham o'sha katta hisoblanyapti. Asosan odamlar 2 sotuv, 1,5 sotuvlarga o'tishyapti o'sha. Bu bo'lsa, mana bog'chamning ko'chasi. Mana shu bog'chada o'qiganman. Mashlardan qochardik. Mana bu basseynlarda cho'milardik. Bolalik chog'larimiz. Mana bu joylarda o'ynardik. Skameykalar hali ham bor. Tepalari juda ham bir boshqacha yoshlikni eslash. Odamga qanaqadir zavq bag'ishlaydi. Mana katta bo'lgan bog'cha. Mana bu joylarda o'ynardik.